Azizlar, assalomu alaykum. Ushbu go'zal masjidni sizlarga ko'rsatishimizdan maqsad ushbu masjid. Mana shu to'riga qarasanglar, to'rida nimani ko'ryapsizlar? Masjidun Nabaviyni ko'ryapsizlar. Masjidun Nabaviydan taxminan 150-200 metr uzoqlikda joylashgan ushbu go'zal masjid bizni vatandoshimiz muhaddislar sultoni Imom al-Buxoriy nomidagi go'zal masjid ekan. Sizlarga ishonarli bo'lish uchun aynan o'sha joyni ham ko'rsatib qo'ying. O'qishinglar mumkin. Masjidul Imom al-Buxoriy. Ko'rdinglar-a? Vatandoshimiz bobo kalonimiz nomiga, sharafiga qurilgan masjid. Bu masjidga ichkarisiga kirmoqchi edik. Peshin vaqtida ba'zan ochishar ekan, hozir yopiq holatda ekan.